Jonivorlar sifati nima deyapti akalar? Jonivorlar haqiqiy. Havasgarlar like bosib qo'yinglar, xudo xolasa go'zallardan chiqadi bugunga. Simjun, qulog'i shalpan quloq, xudo xolasa toza bishkek qo'ylari, xudo xolasa. Buni jonivor o'zgacha ekan, o'ta jonivor. Yana bitta egiz qo'yimiz akalar, xudo xolasa. Bu safar egizimiz narigindan ham bo'lsa, narigindan ham sifat. Agar semiz bo'lganda o'z 10 millionlik onasi kamida mana ikkita bolasi bilan. Ekalasi o'ta chiroyli ekan bolalar. Yosh oylar qanaqa bolasi? Katta partiyada yetib kelgan, videoni oxirigacha ko'ring. Soni cheklanmagan aka, xudo xolasa. Hammasidan bor. Bo'ldi, gap yo'q. Mana bu jonivorlar qaranglar, dumbalari, kallavoshlari hamma yo'qda tikka. Yeb ichishlari zo'r. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar bugunga katta partiyada Arashan to'g'liqda zo'rlaridan, liderlardan keldi akalar. Videoni boshidan qo'llab-quvvatlab, like bosib akalar, kommentariyaga o'zingizni fikringizni qoldirasiz xolasa. Biz videolarimizni boshladik. Hafta kunimizga yakshanba, sanamizga 12-iyul. Xudo xolasa hammamizga mana shu yakshanba kuni barakatli bo'lsin deya videolarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan xudo xolasa boshladik. Rahmatjon akam xudo xolasa narxlar arzonlatib, haqiqiy tozasini olib kelibdilar bu safar ham. Jonivorlar qaranglar, Rahmatjon aka bormi? Assalomu alaykum obunachilar. Rular bugun bor-ku, 10 millionlik qo'ylar bor, aksiya narxi 7 million, 7,5 million atrofida. Bo'ldi, gap yo'q aka. Xudo xolasa videoni boshidan qo'llab-quvvatlab turinglar akalar, xudo xolasa narxlarni haqiqiy arzonlatib beramiz. Mana hammasi zo'r ekan buni. Birinchi partiyamiz soni nechta? Soni 12 dona. Soni 12 dona, bir pachka bir kishini qo'yadi xudo xolasa. Hammasini shuni olib Qo'chqor zo'riga bor. Obor qo'shing aka bolani haqiqat aytgan deb. Mana shu qo'yimiz ham o'ta bo'lakcha ekan, kichkina. Hali qo'chqor qo'shilmagan. Hali qo'chqor qo'shilmagan, ha? Qo'chqor qo'shilmasa tayyor. Bo'ldi. Yosh oyliga qanaqa bo'lardi? Ular yosh oyliga qo'zdan kichkina variant. Qo'zidan ekishga o'tyapti, jonivorlar qaranglar. Hammasi zo'r ekan, xudo xolasa. Sog'liqni jonondan so'rayapsizmi? Mana aka, xudo xolasa. Go'zalidan topib qo'ydik. Son lideri ular. Haqiqiy lideridan. Oyoq qo'li ham uzun ekan. Yosh oyliga qo'zi tishdan 12 oylikka o'tyapti ekan. Hammasi sog'ligi zo'r, sog'lom variantidan. Xudo xolasa. Bo'ylarini qanaqa berasiz aka? Bo'ylarini ular 80 dan 85 gacha beraveramiz. Akalar oldi 85, xudo xolasa eng pasti 80. Telefon qilinglar, yana bir qota o'lchab ko'rsatib beramiz, ha? Xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q aka, xudo xolasa. Bitta yarimta shuni ushlab ko'rsatib beramiz aka, xudo xolasa. Go'zallarida haqiqiy masa qilib boqing, xudo xolasa. Mana akalar hammasi zo'r ekan, xudo xolasa. Mana jonivorlar hammasi zo'r. Bu qo'yingiz ham haqiqiy o'zgacha ekan, jonivorlar, mana qarang. Hammasi zo'r. Kallalar, yoshini bitta ko'rsatib qo'yingchi. Qani bunisi, qani. Hali qo'zichoq ekan. Dumbasi ham o'ta chiroyli ekanmi? Mana. Haqiqiy o'zgacha ekan. Yakkalab hammasi zo'r, hammasi zo'r oqidan. Yuzi oq mana. Oq kalla, oq tumshug'idan xudo xolasa, o'ta go'zalidan. Haqiqiy tiniqlardan ekan. O'ta zo'rlardan ekan haqiqiy xudo xolasa. O jonivor garbonus nima deyapti akalar? Mana haqiqiy sog'liqda garbonus mana bundaqa bo'ladi. Dumbasining tikkaliklariga e'tibor berasiz xudo xolasa. O'ta chiroyli ekan haqiqiy hammasi. Mana oq yuzligi nima deyapti akalar? Xudo xolasa havasgarlar like bosib qo'yinglar. O'zi qo'ydi, hammasi zo'r ekan. Biroz buni mindirog'i yo'q qo'ydi. Bo'ldi, gap yo'q. Videoni hammasi bir qora qo'ylar. Gap yo'q. Birinchi partiyamizga videoni qisqaroq qilib, narxini arzonroq qilib chiqaramiz ilojini boricha. Narxini arzon qo'yaman dedingiz, xudo xolasa o'shanga qarab savdosini qilishadi. Narxini nurlar Optimaga. Optimaga dangalni ayting aka, topishim 7 million 800 dan beraman. 7 million 800 dan akalar. Bemalol telefon qilinglar, arzonroq. Buni qo'yingiz o'ta katta ekanmi? Mana shu qo'y chiqarganchiligi ko'rib qo'yingchi bir. Mana qo'ydi qaranglar, o'ta bahaybat ekan. Bo'y 90 ham chiqarishligi buni aka. Ana aka, endi ekishga o'tibdi. Kallalarni qarang. Metrdan shayga. O'ta zo'r. Bitta o'lchab beringchi, mana shu qo'yingiz o'zim ham ishga oldim. Mana jonivorni qarang. Yerdan bo'yi mana. Xotirjam 85, xotirjam chiqaverar ekan. 85 ta shu. 85 kilos ham chiqaveradi bemalol. Hammasi go'zal ekan. 7 million 800 dan xayriga kami bor, ha? Xayriga kami bor. Aka bo'ladiganini aytib bo'lmay, mayda chidasini qilmang. Optimaga olishsan 7 million 500 dan mana xayrini 7 million 500 dan ketaveradi-ya. Xayrini qilib beraman. Yana o'tib berasizmi telefon qilishsa? Dangalni ayting, 7 dan berishadi. Optimaga olishsa Nurullo 7 million 200 mingdan so'ramaysiz. Obunachilarimiz, siz obunachilarimiz hammasi Optimaga. 12 tasini bir joyga. Bir joyga bo'lsa ketdi. Tanlab olishga qanaqa bo'ladi? Tanlab olishga 7,5 milliondan tanlab olish bo'ladi. 7 million 500 ming so'm bilan 5 ta tanlab olish olsin, ha?
Akalar telefon qilinglar, bitta ikkitaga olman, lekin ichida 10 millionligi ham bor ekan, dangalida. Hammasini olib qo'ying, maza qilasiz. 7 million oldim yutadi bular. Gap yo'q. 7 million 500 ming so'm bilan 5 tadan oshig'ini tanlab olar ekansizlar. Jumlalar. O'g'latirangda. Hammasi zo'r ekan, xudo xolasa. Gap yo'q akalar. Lekin tanlab olishga kelishinglar ekan, Optimaga 7 million 200 dan narx haqiqiy o'ta qulay chiqdi. Telefon qilinglar, yutasizlar akalar. Mana shu qo'ylarni olib qo'yinglar, o'zim tavsiya beraman. Elita hisori boqaman deyapsizmi? Mana bir jup elita hisorisidan keldi. Qo'ylar o'ta ham chiroyli, haqiqiy maza qilib, zo'ridan ekan, sifatligidan. Zot qilish qilsa telefon qilinglar, originaldan keldi sovliqda. Yaltirashiga necha akalar buni? Oftobda tutsa boshqa manzara, salqinga tutsa boshqa manzara. Xudo xolasa bular yosh oylar qanaqa aka? Bular yosh oylar bular. Bittasi qo'zi, bittasi 4 ish. Bittasi qo'zi, bittasi 4 ish. 4 ish. Bo'ldi. Akalar, xudo xolasa yaxshilab e'tibor berib kuzatib turasizlar. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar, xudo xolasa narx arzon chiqaveradi bugunga. Xo'sh, bo'ylari necha? Bo'ylar nurlar 80 dan 85 gacha chiqaveradi. 80 dan 85 gacha xotirjam chiqaverar ekan. Telefon qilaverasizlar. O'lchangan videolari bor yana. Bor, nurlar o'lchab berilgan videolar bor. 80 plyusga olishaveradi, ya. Bo'ldi, 80 plyusga olinglar, qolgani bonusda. Mana birinchidagi qo'ziga o'xshayapti-ya. Birinchisi qo'zi, ikkinchisi 4 ishga chiqdi. Bo'ldi, gap yo'qda xolos. Buni ikkalasidan bir joyga narxini nima deysiz? Ikkalasini bir joyga bo'lsa nurlar. Ikkalasini bir joyga aytib qo'ya qolaylik. Ha. Ikkalasini bir joyga bo'lsa bonus bo'lsin. Dangal aytam. Dangal aytamiz nurlar. Ha. Ikkalasini bir joyga bo'lsa 16 millionga beramiz. 16 million 500 ming so'mga ketaveradi-ya. Kami bormi? Ozmoz o'tib beramiz. Akalar, ozmozdan kami bor ekan, 16 million 500 ga 8 million 250 ming so'mdan bo'ladi. Aka 250 ming, qo'yinglar 8 milliondan deng. 8 milliondan ketdi. Sizni obunachilarimiz. Bo'ldi. 8 million so'mdan ketdi akalar. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Bundaqasi kam keladi. Kelganda olib qo'yavering. Arziydigan vajlar. Biz ketinga patalaga o'tamiz. Yoshiga ham yosh ekan xudo xolasa. Birinchi bolalari bular. Mana bu olda turgan bolalari birinchi bolalar ekan. Bularda ma'lumotlarni ayting aka. Bular birinchi bolalari. Bolalari 3 oylikdan o'tgan. 3 oylikdan o'tgan. Inasi mana ekitishga endi yordi. Akalar mana onasi ekitishga endi yoribdi. Xudo xolasa. Maza qilib boqib, qo'ydi ko'paytiraman deyapsiz. Mana barakali qo'y endi keldi akalar. Bularning bolalari ham bitta qo'chqor, bitta sovliq. Bularning ham bolalari bir donasi qo'chqor, bir donasi sovliq ekan. Haqiqiy chiroyligidan maza qilib boqaman desangiz olib qo'yaverman. Dumbalari ham o'ta chiroyli ekan. Onasini o'zi ham, toni ham o'ta chiroyli mana. O'zi tiladigandan ekan bu ham xudo xolasa. Mana hamma yo'g'iniz oldida egiz tomonlari ham bor ekan mana. Haqiqiy egizlikda. O'zi ham egizda tug'ilgan qo'yaganda, demak, to'g'rimi? O'zi ham egizak qo'yibdi, nurlar. O'zi ham egizak qo'ygan akalar, xudo xolasa men qo'ydi qaranglar. Onasini yosh oyligini aytib, bolalar bitta ko'rsatib qo'ying, ushlab bolalarini ham. Mana. Onasini qo'yaveravering. Mana bolalar nima deyapti akalar? Mashalloh deb yozib ketinglar akalar kommentariyaga. Quloqlari ham shalpan quloq ekan, haqiqiy. Qaysi biri qo'chqar, qaysi biri sovliq. Mana bunisi urg'ochi ekan. Bunisi qo'chqor. Bunisi qo'chqor ekan mana. Ikkalasi ham dokumentlarigacha bor. Bo'ladi, xo'sh, narxini ayting, ko'p cho'zmaymiz. Ularni 15,5 millionga beramiz oxiri. 15 million 500 ming so'mga ketaveradi mana. Emib turibdi akalar. Qo'ylar qiynamay taslas etyapmiz, narxni obunachilardan kuttirmaydi. Yana yo'l qo'yib berasizmi aka, telefon qilsa? Ozgina o'tib beramiz. Bo'ldi. Telefon qilinglar akalar. 15 million 500 ming so'mga ozmozdan xayrini qilib o'tib beramiz. Biz akalar partiyamiz-ku, ketingi partiyaga o'tamiz. Mana aka sizga aytgan egiz qo'yimda xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib, poddeshkani qilib, like-ni bosib qo'ying aka, xudo xolasa narxini bitta qo'yib narxida chiqaramiz aka, xudo xolasa. Xolasa bitta qo'yib narxida beramiz. Bo'ldi. Bitta bolan qo'yib narxida. Bo'ldi, gap yo'q aka. Bonus bo'la bittasi. Xudo xolasa, mo jonivor bir qator obzorini qilaylik, narxini tas-tas aytamiz-a, orcha cho'zmasdan. Ha, havolisi qo'ydim qiynamaymiz. Buni yosh oyligi qanaqa onasini? Yosh oyligini ikkinchi bolalari. Mana shu turgan bolalari ikkinchi bolalari. Bolalari ham o'ta go'zal ekan. Qo'chqar sovliq bolalar qanaqa? Qo'chqar sovliq. Akalar, qaysi biri qo'chqar, qaysi biri sovliq? Bunday qo'chqar sovliq. Sarig'i qo'chqar ekan, qorasi sovliq ekan. Ikkalasi ham qashqa, 5 qashqasidan ekan, xudo xolasa, mo jonivor qarang. Bunasi ham qashqa. Onasini bitta yoshini ko'rsatib keting saytiga. Mana akalar, ikkishda endi 4 yoribdi, xudo xolasa. Balki birinchi bolasidir, to'g'rimi? Yoki buni ma'lumotlari bormi? Buni barcha ma'lumoti bor, telefon qilsa aytamiz. Xudo xolasa, zo'r, xudo xolasa. Ishonchli joydan olgansiz-a? O'tgan ham bu ikkita tuqqan. O'tgan yil ham ikkita tuqqan-a? O'tgan ham bu ikkita tuqqan. Bo'ldi, gap yo'q akalar. Xudo xolasa bor ma'lumotni olishgan ekan dehqondan. Dehqonchilik bu. Dehqondan olingan narsada o'zi
Qo'yni ko'rinishdan aytib turibdi. Nimaga akalar? Bu qo'yga ozgina qarov bo'lmagan xolos. O'shaning uchun mana bunga o'xshab ozib ketgan. Ular bolalar qo'zi hali. Hali qo'zi yosh oilaga. Ha, 3 oylik atrofida. 3 oylik atrofida ekan akalar, xudo xolos. Mana ikkalasidan turishini qaranglar. Ozginadan yem zo'r qilib qarab qo'ying, maza qilasiz, xudo xolos. Ozginadan yem talab ekan aka bular. Ha, yem berishadi ozginadan, qarammagan. Bo'ldi, gap yo'q. Buni narxini bo'lishini dangalini ayting aka. Oxir narxi Nurlar 11 million 500 ga hayrini qilib beraman. 11 million 500 ming so'mga hayriga ketaveradi-ya. Ha. Bo'ldi akalar. 11 million 500 ming so'mga haqiqiy arzonchilik egizlab qo'yamiz. Bonus bo'lsa mana 11 million. Yakka qo'ydi ham 11 million qo'yishyapti-da. Siz buni dangalini ayting. Nurlar, bitta qo'ydan 11 million qo'yapti-da. To'g'risi, obunachilar o'z bilib turibdi. Buni ikkala balasini 11 millionga beramiz. 11 millionga berasizmi? 11 millionga beramiz. Akalar telefon qo'yinglar, egizak qo'yimiz 11 million so'mga ketdi. Xayriga yana o'tib beramiz, ha? Vodiy bo'ylab dastakan ichida qilib beramiz shu an. Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar, yana ozmas kelishdan joyda bor. Biz keting partalarga o'tamiz. Mana akalar, jonivorlar, zo'rlari, go'zallaridan, qo'chqorga qo'shgan tayyorlaridan haqiqiy polvonlardan topib qo'yiblar. Qo'yaman desa ham bo'laveradi bular. Qassobga ham sotaverasiz aka. Qassobga ham keladi, to'g'ri Bo'ldi kelaveradi. akalar, xudo xolasa. Qassobga ham to'g'ri kelavergan jonivorlar, qaranglar, haqiqiy. Narxi arzon, narxi. Narxi arzon. Dumbasi ham tikkaya, xudo xolasa. Qo'chqorga qo'shamasa qo'shaveradi ham. Qo'chqorga shuni olib borib qo'shib qo'ying. Maza qilasiz, xudo xolasa mana. Bitta o'shab ko'rsatasan, birortasini aka. Birorta ham o'sha ko'rsataylik. Ko'rsatingchi, o'sha bo'lsa, mana qo'ydi qaranglar, o'ta shahs ekan. Mana. Bir kishi eplab bo'lmaydi-ku aka buni. Qarashim 20 ta, qarash ko'ryapsizmi? Puli yo'q. Beli haqiqiy baquvvat qo'y. Dumbasida ham 2. Mana, yoshini bitta ko'rsatib qo'yingchi. Mana yoshi. Yoshini bitta ko'rsatib. Akalar mana endi 2 kishi o'tibdi mana. Har tomonlama kuchli qo'y. Egalasi ham bitta yem yegan, bir qo'l. Egalasi ham bir joyda yotib, bir joyda turgan ekan akalar. Ular akalar ozginadan yemda turgan, shuning hisobiga semirib ketgan akalar. Lekin qo'chqorga o'xsangiz qochaveradi-ya. Qochaveradi. Bo'ldi. Cho'qib tursa qochaveradi. Xo'sh, bular yosh oilaga bittasi 2 tish ekan, nariga nischi. Buni qashqasi qo'zichoq ekan. Olib qo'ying akalar, mana shuni tavsiyani beraman. Ikkalasini bir joyga narxini ayting. Ikkalasini bir joyga bo'lsa olib qochdi yo'q. 12 million 500 mingga dastavka ichiga ketaveradi. 12 million 500 ming so'mga akalar ketaverar ekan. Aka, aniqmi? Aniq, telefon qilsa qiyarmi emas. Sotiladi mana shu qo'ylar. Bo'ldi, gap yo'q aka, xudo xolos. 12 million 500 ming so'mga. 500 ming so'm, 12 million. Kami bor yana? O'tib beramiz obunachilar. Kami Obunachilar o'tib beramiz. bo'ldi. Telefon qiling, kamini qilib chiroyli qilib o'tib berishadi. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab, Vodiy bo'ylab ham bor. O'zbekiston Vodiy bo'ylab bo'ylab o'zim boraman. bo'ldi. Vodiy bo'ylab mana shu insondan kutib olasizlar. O laboyman turibdi 271. Gap yo'q aka, to'g'ri. Siz laboyingizni ko'pchilik taniydi ammo. Bo'ldi. Telefon qilinglar, xudo xolasa, narxi arzon bo'ldi mana shu qo'ylar. 6 million 250 ming so'mni qayda bor aka? Mana olib qo'ying chiqqanda. Bo'ldi, shu asilgan. Bo'ldi. Ekomay qisib usham. Ha. Suv chachmagan, to'g'ri bo'ldi-da. Endi mana yarichkalar tozalardan keldi akalar. Yana bir partiya xudo xolasa. Bechishlar uzaraga eng qizig'i xudo xolasa. Go'zalidan qidiryapsizmi? Mana aka. Aloqaga chiqarasiz bemalol. Soni nechta bu yerda? Soni 22 ta ham shunaqa. Soni 22 dona ekan. Qo'chqor sovliq. Sovliq asosan. Hammasi sovliq ekan akalar. 22 tasi ham hammasi sovliq. Dumbalar tikka haqiqiy zotqa qiziqyapsizmi? Mana aka. 160 degandan shu. Mana haqiqiy brend rangidan xudo xolasa. Telefon qiling aka mana. Hammasi mana bunday qoq yuzlikdan ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Soni 22 dona ekan bu yerda, soni ko'p hali. Soni so'rab, Nurlar yana kelyapti. Yana kelyapti-ya. Yangilari. Yana yangisi kelyapti, bular eskisi bo'lmaydi, har doim yangi kelaveradi. Bo'ldi aka, yangi kelaveryapti, 20 ta 30 ta qilib sotyapti. O'tgan safar qo'yladimi, sotdingizmi? Tugadi Nurlar. Bo'ldi, Bular gap yo'q. bitta ham qolmadi bulardan. Bo'ldi. Mana bu qo'ylarimizni xudo xolasa bor ma'lumotini bering. Tindirib, narxini arzon qo'yib bering. Yosh oyligi xom taxminga 4 oylik 5 oylikka beramiz. 4 oylik, 5 oylikka berasiz-da bular hammasini. Bular hammasi urg'ochi. Hammasi urg'och. Buni oq yuzliklar ham zo'r ekan, xudo xolasa. Bo'yvasini aytib bo'lmaydi. Bilasiz o'zingiz. Bo'ldi. Bo'yvasini o'lchab beraverasiz telefonda. Beramiz biz. Bo'ldi. Yosh oyligini aytsangiz bo'ldi. Yosh oylik shu 4 oy 5 oylik. 4 oy 5 oylik atrofida xom taxminga. Bular narxini yengil qo'yib beramiz. Bular optimaga narxini bitta aytasiz, tamom. 22 tasini bir tortarga. Narxini ayting bir tortarga aka. Bular narxi bir tortarga bo'lsa Nurullo, qo'ylar ko'p qisqa qiynamaydi. Ha, ko'p qiynama. Narxini 3 million 600 mingdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'tgan safar 3 million 400 dan chiqardingiz, 3 million 500 dan chiqardingizmi?
Ular endi hammasi o'ziga yarasha, katta kichikligiga qarashda Nurullo. Bo'ldi, bularni ham 3 million 500 dan rasprodaza qilib hammasini chiqarib bering. 500 dan Samarqandgacha yetkazib beraman bo'ldi. Bo'ldi. Telefon qilinglar 3 million 500 ming so'mdan 22 tasi. 1,5 million so'm. Bo'ldi, tanlab olishiga ham kelishamiz-da. Deysa, hali turing. 3 million 700 mingdan. 3 million 700 ming so'mdan. Olsa lekin tushadi. Bo'ldi. 3 million 700 ming so'mdan 5 tadan oshiq olsangiz, tanlab olishiga 4 million yuqorisida bitta ikkitaga. Lekin o'zingiz chiqarib bersangiz arzonroq ham chiqarib berasiz. Chiqarib bersam hali turing Nurullo. 3 million 200 mingga ham chiqarib beraman. 3 million 200 ming so'm ham bor ichida. Chiqarib beraman. Bo'ldi, gap yo'q akalar. Telefon qilinglar, xudo xolasa, bundaqa qo'ylar kam kelyapti. Hozir kelganda olib qo'yavering. Ertagadan keyin topilmay qoladi mana shu qo'ylar. 2 oyda yo'q-da. Hozir sezoni bo'lyapti, olib qo'ying, maza qiling xudo xolasa. Sizlarga o'zim tavsiyani beraman. Biz akalar videoni oxirgi syomkamiz shu. Keting videolarda uchrashguncha ketkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlab mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying akalar. Xudo xolasa adashmaysizlar.